Birinchi zarbani koreyaliklar beradigan bo'lishdi. Otabekjon, Boymurodov qahramon bo'lishi mumkin. Jingalak sochlaringdan qoyil Otabek. Abbosbek. Zo'r gol. Koreyada ikkinchi urinish. Otabek! Voy rahmat otangga. Otabek, Barakalla. ukamsan, ukam. Mana shu tashabbus, mana shu tavassum zo'rda. Oldingi safar Avstraliya futbolchisiga qilgandi shuni. Gol! 2-0. Bu safar yuqoriga aniq ishonch bilan tepildi. Ay yasha. Yasha. Ajoyib. Zo'r. Ana, Yasha! Yasha Otabek! Bo'ldi. Baraka top! Baraka top, ota o'g'il ekansan. Baraka top. Qahramonga aylandi haqiqatdan ham. Bugungi o'yinning g'olibi, bugungi o'yinning g'alabasi O'zbekiston Otabek Boymurodov.